Hammaga salom, sizlar bilan bugun birga mehmon kutamiz. Ketdik. Ertalab soat 8 da yangi uyga onam itib tashadilar. Chunki uy katta bo'lganligi uchun mehmonlarni bemalol kutamiz deb o'ylagan edik. Nur etak bo'ldi. Xo'p, u yerga borsak chang ekan. Uyni changlar artgunimcha uydagilar uje bozorlik qilib kelishdi. Onam bu yerda uje stol taxlagunicha men bu yerda joylarni solib turdim. Конечно, u bu joylarni buzmasam, men Nigora emas edim. Короче, buzib, taxlab qaytadan yana uy ishlariga kirishib ketdik. Bu yerda qanaqadir gullar barg yeb qo'ygan. Uni suv solib turdim. Uje 2 oydan beri turibdi, baraka topsin. Hech so'lagani yo'q, sariq rang ham chiqqani yo'q. Uje mehmonlar kelib salomlashgandan keyin men posudan yuvishga kirib ketdim, chunki posuda ko'p, meni vaqtim kam. Ungacha somsa zakazlarimiz kelibdi, ularni taxlab qaytadan uyga kirgizib yubordik. Keyin kichkina bolachalarga qarab turdim. Shu bilan uje soat 4 bo'lib ketibdi. Mehmonlar ketishdi. Men uylarni yig'ishtirib uyga sekin qaytdik. Obuna bo'ling, sizlarni yaxshi ko'raman. Пока.